Robiya, men sen tushunmadim singlim. Qo'lingni biron marta suvga urdirmaganman. Farrosh bo'lib ishlab yurgan ekansanmi? Ko'zingga nima qildi? Shu ering bilan yur, men bilan chiqqin, men o'zim gaplashib qo'yaman. Aka, bu meni hayotim. Siz aralashishga umuman haqqingiz yo'q. To'xta, men bu narsalarni senga olib keldim. Kerak emas narsalaringiz ham. Qaysi o'ynashing tashlab ketdi bugun? Nega unaqa deysiz? Ishdan kelyapman-ku. Pul qani unda? Voy, esimdan chiqibdi. Hozir beraman. Uyga bozorlik qilish kerak edi-ku. Cho'g'i kami? O'zim olib kelaman aytgan narsani. Qochi. O'g'lim, o'zing irodalisan-ku, ichmagin shu qurg'urni. Siz aralashmayapti. O'tirsangizchi. Menga qara. Nega haydasam ham ketmaysan? Basharing yoqmayapti menga, borib. Nima kerak o'zi senga? Burni o'ldirib qo'yaymi? Yo'qoling. Menga qolsa, siz bilan bir minut ham yashamagan bo'lardim. Lekin Adajonni o'ylayman-da. Siz bilan qolsalar, Adajonni xorlari nima kechadi? Voy, Adajon, hozir choylaringizni tayyorlab beraman. Qizim, yaxshi ham siz bor ekansiz. Siz bo'lmaganingizda nima qilardim? O'g'lim. Adajon, o'ylamang. Xudo xolisa o'zi insof berib qolar. Baraka top.